Hammaga xayrli kun do'stlar. YouTube kanalimda sizlarni ko'rib turgandan baqayotda xursandman. Давайте XM haqida gaplashamiz do'stlar. Yaqinda yana katta gala konsert bo'ldi XMda. Qatnashdik sizlarga shu Instagramda videolarini taqdim etdim. Zo'r treyderlar keldi, professional treyderlar, mashhur treyderlar hammasi bilan suhbatlashib, nima deydi, gala konsertda maza qilib o'tkazdik. Zo'r, ajoyib. Bunday meropриятиялар bo'lgan yaxshi do'stlar. Men o'zim odamlarning qiziqishini, intilishini ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Ayollar, qizlar, bolalar, Xorazmli do'stlarimiz yurtdi. Hammasini do'stlar omad tilab qolamiz. Ya'ni sohamizda eng birinchisi bu ishonchli broker bilan savdo qilish do'stlar. Chetdan kirgan har xil brokerdan hozir shot ochib turibdilar. Hozir ham yana 5 minut burun robot o'rnatib berdim bir do'stimizda, bratimizga. Ular ham boshqa brokerlardan hisob raqam ochib qo'yibdilar. Masalan, $370 tashlatdilar. Ishora tashaganda masalan, qarang, $200 $100 gacha bonusi bor. $200 tashlasanglar $400 pul bo'lib tushadi. $400 bilan уже bu yerda yaxshi tomoni nima bu bonusning? Minuslari ham chidab beradi. Sizlarga ko'proq marja pozitsiya ochish ham yordam beradi. Masalan, shu $200 bilan emas, $400 kapitalim bor deb savdo etaverasiz. Pastda link qoldiraman, ro'yxatdan o'tinglar, yangi mijozlarga verifikatsiya etasizlarni, Uzcard, Humo, Visa, Kriptodan yuz tashlaysizlarni 400 bor. Scalp etasizlarmi, dalgasrok ishlaysizlarmi, bu ajoyib imkoniyat bo'ladi. $400 bilan ham zo'r движенияларni etsa bo'ladi. 100% bonusdan foydalaninglar. XMda undan tashqari bepul musobaqalar bor do'stlar. $2000 din birinchi o'rin uchun olib chiqib ketib bilasizlar. Bu narsalarida qatnashinglar. Joyib imkoniyatlarni yaratib qo'yibdi. Har bir lotlaringizdan sizlarga XM coinlari beriladi. U coinlarni bonusa aylantirib hisoblaringizda kredit grafasini ochadi bonus bo'lib, undan ham savdo etib turib, уже topgan pul real yechib olaverasiz. Bu bir o'zini o'rnida cashback sifatida qabul qilsa bo'ladi. Zo'r, yana savdolarimizdan 70, 100, 200 yig'ilib turadi. Kerak vaqtida olib yoqa o'tasiz. Vam sana kapital marja ishni boshlayverasiz. Pastda link qoldiraman do'stlar. xdm.xorazmforex.uz orqali kirsanglar, ro'yxatdan o'tish sahifasi ochiladi. Protsedura juda ham oson. Elektron pochta va parol qo'yasizlar. Bosasizlar registratsiyani, sizlarga shaxsiy kabinet ochiladi. O'sha yanda pasportlaringizni tasdiqlaysizlar. Hamma o'zbekcha do'stlar. Hamma o'zbekcha XM ilovalari va xudo xolasa bemalol ishlasanglar bo'ladi. Hammaga omad do'stlar. Xudo xolasa murojaatlar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Aynan sizlar istagan video bo'yicha, istagan mavzu bo'yicha video qilishga harakat etamiz. Hozir o'zimdan boshqa proyektlar bilan juda ham ko'p ishlarim bo'lib turibdi. Prop trading bizada ko'p rivojlanib yotibdi. Juda ham mijozlar har kuni o'tdim proplar premium proplar tayyor akkauntlarni, endi premium proplarni imtihonlarini ham qo'yamiz. Bu yerda hozir sizlarga ko'rsataman. Bizning shu prop komandamiz, bu yerda prop kompaniyamizning sayti olsa premium hisob narxlari, premium hisobga qaranglar. Ko'rdingizlarmi? Bu yerda eng zo'r joyi do'stlar, foydani xohlagan payti o'sha real o'tganlaringizdan keyin masalan $100 foyda etdingizlarmi, sразу yechib olsanglar bo'ladi. Qo'llovlarini ham qo'yamiz. Bu yerda bor saytdan sizlarga ko'rsataman. Bizning sertifikatlarimiz bor. Hammasini ko'rib, qiziqib chiqsangiz bo'ladi. Eng doimiy kompaniyamizning sayti. Hisob narxlari, premium hisoblar qarang. Ko'rdingizlarmi? Mijozlarimizda eng zo'r jinoyat do'stlar hechqanday foydani xohlagan payti o'z real o'tganlaridan keyin masalan $100 foyda etdingizlarmi, olmaymiz. Sразу yechib olsa. Eng zo'r prop kompaniyalar bilan ishlashamiz do'stlar. Bu yerda yana case'lar ham bor. Ajoyib case'lar bor. $100 shotlardan $21,000 olib chiqdi. $10,000 shotdan $2,000 o'zlarimiz olib chiqib ketganmiz. Burada sertifikat bo'lishi kerak uni.
saytdan juda ham ko'p ma'lumotlar bor, pul yechilgan sertifikatlarimiz bor. Hammasini ko'rib, qiziqib sanab oladi. Eng главныйsi bu yerda stabillik, sabr, mijozlarimiz bor. 7-6 shot olib turib, katta hisoblarni 7-sida pul yechgan mijozlarimiz bor do'stlar. Birinchi og'animdan etaplardan o'tib pul yechganlar bor. Birinchi og'animdan yo'qotib berganlar bor. Bu qonun qoida buzilsa, bizlar ham hech narsa ayta olmaymiz. Eng zo'r prop kompaniyalar bilan ishlashamiz do'stlar. Bu yerda yana keyslar ham bor. Ajoyib keyslar bor. $100,000 shotlardan $21,000 olib chiqib ketadi. $100,000 shotdan $2,000 o'zlarimiz olib chiqib ketganmiz. O'sha yerda sertifikati bo'lishi kerak. $1,000 olib chiqqanmiz, $1,600 tushgan. 30'sini asib qo'ymabmiz. Bu ham qo'yib beramiz. Foydalaninglar, любой savdo stillaringizga qaranglar, strategiyalaringizga qaranglar, novi xohlab turibdilar, qancha kapitallaringiz bor, prop olib ishlagan yaxshimi yoki yana depozitda turib bonuslardan foydalanib ishlagan yaxshimi? Do'stlar, shu $100 avval $100 beradi. Buni 700-800 ming atadi. Endi riskованный savdo atadi, bu yerda уже scalping tez tars aytajakim возможность beradi-da bu bonuslar. Buning o'zlaringiz planlashtirib, xudo xolasa kommentlarda fikrlaringizni kutib qolaman. Sizlar qaysi brokerda ishlab yurganlaringizni kommentlarda yozib qoldiringlar do'stlar. Kim qaysi brokerda ishlab yurgan bo'lsa, hammangizga omad. Eng главныйsi do'stlar, 5-dekabr kuni bizda XM kompaniyasi bilan уже turnirimiz bor. Kelinglar, qatnashinglar, tez orada e'lon qilamiz, ro'yxatni, registratsiyani ochamiz.